Sarimsoqni kefirga soling va ertasi kuni tanangizni parazitlar tark etadi. Sarimsoq boshidan bir dona tishchani ajrating. Uning po'stlog'idan tozalang. Oddiy qirg'ich yoki sarimsoq ezgichda uni mayda qilib maydalang. Maydalangan sarimsoqni likopchaga siqib chiqaring. So'ng buni 10-15 daqiqa shu holatda qoldiring. Bu vaqt ichida sarimsoq eng kuchli fermenti mirazinazani ajratadi. Sarimsoqda ikkita kapsula mavjud. Foydali modda alleyin, uyqudagi ferment mirazinaza. Ular bir-biriga tegmaguncha faollashmaydi. Ezilganda ferment faollashadi va alleyinni bir necha soniyada kuchli antibakterial modda allitinga aylantiradi. 15 daqiqadan so'ng tabiiy antibiotik ajralgach, uni bir stakan kefirga qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Bu ichimlikni uxlashdan 2 soat oldin 3 kun davomida iching. Natijada tanangizdagi barcha parazitlar yo'qoladi. Qorningiz kichrayadi va o'zingizni ancha yaxshi his qilasiz. Holsizlik, zaiflik va katta qorin sizga endi tahdid emas. Foydalaning, do'stlaringiz bilan ulashing, like bosing va sog'lom bo'ling.